Windows'ni qanday qilib qisqa sonlarda bitta tugma orqali aktivatsiya qilishni xohlaysizlarmi? Unda shu videoga ana sizlar uchun assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Windows'ni qanday qilib aktivatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun albatta bizga programmamiz kerak bo'ladi. Ushbu programmani men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga o'tib turib menga obuna bo'lib qo'yinglar. Bitta kerakli fayllar, Photoshop fayllar, boshqa fayllar bitta Telegram kanalimda bo'ladi. O'tib ko'rib chiqib, barchasiga obuna bo'lsanglar, video chiqishi zahotiyoq Telegram kanalimda ham shu fayllar chiqadi. O'tib bo'ladi. Buncha qiladigan birinchi ishimiz albatta Windows aktivatsiya programmamizni o'rnatib olamiz. Sizlarda o'yinlarda shunaqa o'yin chiqadi. Birinchi o'rnatib olishimiz, bu programmani bir marta o'rnatib olsak, qayta o'rnatish shart emas. Shu o'yin ochiladi. Yaxshilab ko'rib olishinglar kerak. Mana bu nastroykalari ham xuddi men qanday qilgan bo'lsam, birinchi qilib olishinglarda shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Hamma keyin mana shu bo'yoqlari ham mana shunday men ko'rsatib qo'ygan holda turishi kerak. Digitallar mana shunday turishi kerak. OEM va boshqa narsalar o'zi mana shunday turadi. Microsoft Office, boshqa produktlar mana shu narsalar shu holatda turishi kerak bo'ladi. OEM qo'shgan qo'ygan barcha narsalar shunaqa turishi kerak. Va bitta tugma orqali mana shu start tugmasini bosamiz, bo'ldi. Bizda start tugmasi aktivatsiya qilsak bo'ladi. Men hozir yo'q, umuman ancha bu aktivatsiya qilganimga ancha oylar o'tib ketdi, 2 oy o'tib ketdi adashmasam. Shu anchadan beri chiqmayapti. Bitta tugmachani bosamiz va start qilsak уже bo'ldi. Bu yerda загрузка qiladi. Загрузка qilib 100% qilib bo'lgandan keyin уже bizda aktivatsiyamiz tayyor bo'ladi. U yerda pastda yozuvimiz yo'qoladi. Agar yo'qolmagan taqdirda bitta перезагрузка berib olsak, hammasi joyida bo'ladi. Shunday qilib bemalol Windows'ni aktivatsiya qilib olsak bo'ladi. Sizlar ham foydalansanglar bo'ladi. Buni bemalol ishlatinglar. Bepulga Telegram kanalimga o'tib olsanglar, Telegram kanalimda chiqadi. Albatta, Telegram kanalimga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xolos mana shu tayyor qilib qo'yganman. Shunday tayyor fayl sizlarga taqdim etiladi. Bemalol o'tib turib, startni bosib turib, aktivatsiya qilsanglar bo'ladi. Videoni shu yergacha ko'rib turgan bo'lsalar, hammaga kattadan katta rahmat. Videoni shu yergacha ko'rib turgan bo'lsalar, albatta videoga like bosib turib, kommentariy fikringizni yozib qoldirib keting. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.